Ma'lumki, har yil 26-yil sanasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashabbusi bilan Xalqaro giyohvandlikka qarshi kurash kuni sifatida nishonlanadi. Va bugun biz matbuot anjumanimizni aynan Xalqaro giyohvandlikka qarshi kurash munosabati bilan tashkil etmoqdamiz. Matbuot anjumanida bugun biz bilan administratsiya huzuridagi narkotiklar va o'quv qurollarini nazorat qilish agentligi rahbari Hasanov Farhod Fattohovich, Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati boshlig'i Uralov Sharof O'razaliyevich, Bojxona qo'mitasi raisi o'rinbosari Choriyev Otabek Bobomurodovich, O'zbekiston Respublikasi ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy-amaliy tibbiyot markazi rahbari Ashurov Zarifjon, Yoshlar ishlari agentligi direktori o'rinbosari Mo'minov Abdulaziz Majidog'li. Bugungi matbuot anjumanida mamlakatimizda giyohvandlik va narkotikchilikka qarshi kurashish, aholi, ayniqsa yoshlar orasida profilaktik tadbirlarni kuchaytirish, shuningdek bu boradagi amalga oshirilgan ishlar natijasi yuzasidan ma'lumot beriladi. Hurmatli ishtirokchilar, anjumanni ochib berish uchun so'z navbatini agentligimiz rahbari Farhod Fattovichga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman qatnashchilari, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari. Millani xabarida bor, shu oyning boshidan aynan giyohvandlikka qarshi kurashda bizning respublikamizda keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda barcha viloyatlarda, barcha huquqiy idoralar, hamda tegishli tashkilot va vazirlik idoralar aynan mana shu tadbir o'tish jarayonida o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Bunga guvoh ommaviy axborot vositalari orqali olib borilmoqda. Bugungi kundagi butun viloyatlarda va vazirlik idoralarida olib borilayotgan keng qamrovli tadbirlar, keng qamrovli ommaviy madaniy tadbirlar. Lekin bugungi kunda sizlar bilan yuzma-yuz uchrashishimizdan asosiy maqsad aynan mana shu narko jinoyat va narko giyohvandlikka qarshi kurashda qanday izchil ishlar amalga oshirilmoqda, qanday bugungi kunda biza oldimizga maqsadli vazifalar qo'yganmiz, davlatimiz rahbari bergan topshiriqlarni ijrosi qanday bajarilmoqda. Mana shu masalada ko'plab aynan bizning agentlikka, keyin tegishli vazirlik idoralarga topshiriqlar yoki qandaydir savollar kelib tushadi. Shuning uchun biz matbuot anjumanini ertaga asosiy tadbirdan oldin tashkillashtirishni maqsad qildik. Mana shu yerda bugun tegishli idora vakillari va tegishli rahbarlar hamma ishtirok etib, masalan, savollaringizga javob berishga tayyor holda kelgan. Ruxsat bersanglar, qisqacha axborotim bor edi. Avvalambor hurmatli anjuman ishtirokchilarini sizlarni 27-iyul matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan samimiy muborakbod etib, inson qadri, yurt manfaati, vatan taraqqiyoti yuksaklarga ko'tarish yo'lida mas'uliyatli va sharafli faoliyatingizda yaqinda zafarlar tilayman. Sizni sharafli kasb egalariga doim g'ayrat va kuch-shijoat hamroh bo'lsin. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, bugun anjumanimizda juda ko'p dolzarb va jamiyatimiz kelajagi bilan bevosita bog'liq bo'lgan masalalarga bag'ishlangan. Ma'lumki, butun dunyoda kabi mamlakatimizda ham giyohvandlik va narko jinoyatlar bilan bog'liq holatlar yildan yilga ortib bormoqda. Bu esa nafaqat huquq-tartibot organlari, balki butun jamiyat uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Ayniqsa narko jinoyatlar transmilliy, texnologik va yashirin shaklda o'tayotganda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Tashvishligi narko jinoyatligiga, noqonuniy savdosiga, narko jinoyatlar tomonidan internet makoni, ijtimoiy platforma, kriptovalyutalar, elektron to'lov tizimlaridan keng foydalanmoqda. Tahlillardan vaziyatni qanchalik tashvishli ekanligini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Jumladan, so'nggi 5 yilda narko jinoyatlar qariyb 2,5 barobarga keskin oshdi. 21-yilda ushbu turdagi jinoyatlar 6,000 aniqlangan bo'lsa, bugungi kunda 15,000 dan ortdi. Noqonuniy muomala
bozordan olingan narkotiklar 2 barobarga, sintetik giyohvandlik vositalar bo'lsa 7 barobarga keskin ko'paydi. Eng achinarlisi 21-yildan boshlab mamlakatimizda noqonuniy narko laboratoriyalar faoliyati ham aniqlanmoqda. Xususan 21-yilda endi 5 yillik tahlil qildik. 21-yilda 4 ta narko laboratoriya butun respublikada aniqlangan bo'lsa, birgina joriy yilning 5 oyida 14 ta narko laboratoriyaga faoliyatiga chek qo'yildi. Yana bir achinarli vaziyat, respublikamizda giyohvandlik yosharmoqda. To'g'ri, aynan mana shu turdagi jinoyat yoshlarni nishonga oldi desak to'g'ri bo'ladi. Hattoki 12-14 yoshlarimiz ham aynan mana shu jinoyatga qo'l urmoqda. Yuqoridagi qayd etilgan holatlar nafaqat davlat organ vakillari, balki keng jamoatchilikni tashvish uyg'otishi zarur. Shu o'rinda ta'kidlab o'tmoqchimanki, bevosita narkotiklar va o'qotar qurollarni nazorat qilish agentligining tashabbusi va muvofiqlashtiruvchi ostida joriy yilning o'tgan davr mobaynida aholi, ayniqsa xotin-qizlar va yoshlarga giyohvandlikka qarshi kurash immunitetni shakllantirish yo'llarida ogohlikka chaqirish maqsadida 568 ming marotaba tadbir o'tkazildi. Targ'ibot tadbirlari. Tadbirlarda 12 milliondan ortiq aholi va yoshlarimiz ishtirok etdi. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, xabaringiz bor, 11-iyun kuni muhtaram prezidentimiz narkotiklarni noqonuniy muomalasi uchun javobgarlikni kuchaytirishga qaratilgan qonun imzoladi. Xususan, qonunda 3 ta yangi modda bilan to'ldirildi. Endi qonun mazmun mohiyati, u og'irlashtiruvchi holatlarni ommaviy ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida mana sizlarning yordaminglar bilan keng qamrovli yoritish tadbirlarini o'tkazdik. Buni ochiq bu qarorni tayyorlashda juda katta ishchi guruh, juda ko'p muddatda to'liq respublikadagi vaziyatni, narxi vaziyatni tahlil qilgan holda ishlarni amalga oshirdi va bugungi kunda aynan huquqni muhofaza qiluvchi idoralar ko'targan masalalar hammasi inobatga olinib, aynan giyohvandlikka qarshi kurashda yoshlarni, aholi salomatligini va genofondimizni asragan holda aynan mana shu qonunlar qabul qilinib, aynan qo'shimcha bandlar qo'shilib, og'irlashtiruvchi holatlarga bugungi kunda urg'u berildi. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, agentlik tomonidan yana bir qator normativ hujjatlar loyihalari ishlab chiqilmoqda. Xususan, narkotik va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar to'g'risidagi qonunning yangi tahriri tayyorlandi. Bundan tashqari, narkotik va prekursorlar muomalasi ustidan davlat nazoratini kuchaytirish va ular bilan bog'liq barcha jarayonlarni raqamlashtirishga qaratilgan hukumat qarori loyihalari ishlab chiqildi. Tez orada ushbu loyihalar qabul qilinib, ijroga qaratiladi. Qisqa qilib aytganda, bugungi kunda mamlakatimizda giyohvandlik va narko jinoyatlarga qarshi kurash yangicha mexanizm, yangicha yondashuv va xalqaro tajribalardan olgan holda yangicha uslublarga bo'ldi. Aynan mana shu giyohvandlikka qarshi kurash davlatimiz rahbari birinchi o'ringa qo'ygan. Bugungi kunda mutasaddi tashkilot, vazirlik, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar barchasi mana shunga birdek mas'ul va javobgar. Va shu bilan birgalikda bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz zarur. Aynan bugungi kunda ushbu narko jinoyatga qarshi kurashda respublikamizda aynan shu jinoyatdan xoli hudud qilishga nafaqat mas'ul va tegishli idoralar, balki butun jamiyatdan butun jamiyatdan yondashish uchun bizlarga albatta sizlarning yordamingiz va ko'magingiz kerak bo'ladi. Chunki bugungi kunda ommaviy axborot vositalarini keng qamrovi va faoliyati alohida nazarga olingan. Birgina misol, 38 millionga yaqin aholini 32 millioni bugungi kunda ijtimoiy tarmoq va internetdan to'g'ridan-to'g'ri foydalanadi. Har bir ommaviy axborot vositalarini o'zini ob'yomi bor, har bir kanal yoki bloger, taniqli blogerlarning axvati kamida 1 millionga ham chiqib ketib, 5-4 millionligi ham bor. Bu degani, agarda biz bugungi kunda
kunda ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanib, aynan mana shu jinoyatlarga qarshi kurashda targ'ibot va tashviqot ishlarini keng qamrovli amalga oshiradigan bo'lsak, ertaga natijamiz ham shundoq bo'ladi. Davlatimiz, yurtimiz tinchligini, kelajagimizni farovonligini ta'minlaymiz va jinoyatdan xoli hududga olib kelishga hammamiz birdek bir tan bir jon bo'lib yondashgan bo'lamiz. Bugungi kunda juda afsuski sodir etilayotgan jinoyatlarni har birini tahlil qilayotgan bo'lsak, o'sha tahlillar natijasida yoshlarimiz bilib-bilmay jinoyatga qo'l uradi. Aynan qonunda bu bo'yicha javobgarlik borligini bilmagan holda qonun buzilish holatlari aksariyat sodir etsak noto'g'ri bo'lmaydi. Ana shu yoshlarimizni bilimsiz yoki aynan o'sha qonunda kerakli zarur bo'lgan moddalarni bilmasligi va jinoyatga qo'l urishida asosiy sababchilari bu mana shu ijtimoiy tarmoqda o'zini soxta profillaridan kirib, bizani yoshlarni zaharlayotgan ayrim uyushgan jinoiy guruhlar mana shu kabi jinoyatlarni sodir etishga yo'l qo'ygan. Men o'ylaymanki, hurmatli anjuman ishtirokchilari, aynan mana shu giyohvandlikka qarshi kurashda biz birgalikda birdan bir jon bo'lib ishlasak, birlashsak, ertaga ijobiy natijaga erishib, aynan mana bizning davlatimizni, yoshlarimizni asrab qolib, jinoyat sodir etishga yo'l qo'ymaslikka ko'makdosh bo'lamiz. Mana shu anjumanda bugungi kunda ishtirok etayotgan barcha mas'ul idoralar, huquqni himoya qiluvchi idoralardan kelgan mas'ullar va tegishli vazirlik idoralaridan kelgan mas'ullar bugungi kunda hamma savollarga javob berishga tayyor holda kelgan. Yana bir bor sizlarni mana shu anjumanda ishtirok etganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. O'ylaymanki, endi aynan bizning agentlik ommaviy axborot vositalariga ochiq qanaqa ma'lumot bo'lsa, biz doim hamkorlik birgalikda hamkorlik olib boramiz va bundan keyin ham shunday bo'ladi. O'ylaymanki, barchamiz birlashsak, natija shunday ko'rinadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Hurmatli jurnalistlar, endi savol-javob qismiga o'tamiz. Kimda savol bo'lsa, navbat bilan, qo'l ko'tarish yo'li bilan savollarni beramiz. Faqat avval o'zingizni tanishtiring va ommaviy axborot vositasi nomini aytishingiz kerak bo'ladi. Marhamat, ochiq muloqot qiling. Qaysi kimlar nima savol qiynayotgan bo'lsa, misol giyohvandlikka qarshi kurash oylik doirasida olib borilayotgan ishlar, ertaga Hamilani Havoyida bor, juda katta tadbirimiz bor. 26-iyun kuni biz mana Azimutda katta konferensiya qilamiz. 30 dan ortiq xalqaro tashkilot vakillari keladi. 100 dan ortiq mehmon, chet el mehmonlarni taklif qilganmiz. Bu yerda ham asosiy tadbirimizda qamrovli yordam bu yerda ishtirok etayotgan ommaviy vositalarni ham taklif qilganmiz. Kim xabar bo'lmasa, marhamat, biz faqat xursand bo'lamiz. Kimda savollar bo'lsa, marhamat. Avvalo assalomu alaykum hammaga, hurmatli hamkasblar. Matbuot anjumani tashkilotchilariga avval rahmat deymiz. Avvalida bayram bilan tabriklaganingizlar uchun. Va savolim bir nechta. Yuqorida aytib o'tdingiz. Birinchi savolim o'sha yoshlar agentligi adashmasam dan kelgan ekspertga bermoqchiman. Yuqorida ta'kidlandi, narkotikdan foydalanish, ularni iste'mol qilish yoshi ancha yosharib qoldi dedilar. 12-14 yosh. Buni sabablari balki o'rganilgandir, tadqiqot olib borilgandir, nimalardir bo'lgandir. Balki sizda buni sabablari bo'yicha qanaqadir ma'lumotlar bordir. Buni bilmoqchimiz. Ikkinchisi, narkotik savdosida hammaga ma'lum, bugungi kunda eng dolzarb, aytaylik, shakllardan bittasi, ya'ni bozor, bu internetga ko'chgan, Telegramga, WhatsAppga ko'chgan. Bundan menimcha juda ham yaxshi bilasizlar. Nega bunaqangi kanallar, botlar faoliyati to'xtatilmaydi?
Bu juda ham murakkab ish, lekin balkim sizlarda bu savolga javob bordir. Birinchidan, nega to'xtatilmaydi? Ikkinchidan, nega ular davomiy tarzda va keng miqyosda faoliyatini davom ettiraveradi? Biz o'zimiz shaxsan eksperiment qilib ko'rganimizda ulardan lokatsiya olganmiz, lekin ularda aynan turgan joyini bilish biz uchun juda ham qiyin bo'lgan. Lekin hukumatimizda buni imkoniyati bor, botlarni aniqlashda imkoniyati bor, fake profillarni aniqlashda imkoniyati bor. Mana shunaqangi imkoniyat bo'lib turib ham bu tizim haligacha bor. Ayniqsa WhatsAppda juda ham ko'p bu. Uchinchi savolim, uzr, cho'zilib ketyapti. Balki bu savolga ham javoblaring bordir. O'tgan 6 oylik davomida biz o'zimiz Anxoruzda bu mavzuni juda ko'p yoritdik. Rossiyaga zakladchiklarni yuborish jarayoni juda ham kengaydi. Biz o'sha Chilonzorda ko'rdik bunaqangi e'lon, ishga e'lonlarni va Hamid Olimjon metrosi atrofida juda ko'p ko'rdik. Bir necha marta guvoh bo'ldik. Bu haqida biz ichki ishlardan ma'lumot olish uchun murojaat qilganimizda o'rganyapmiz deydi, lekin keyin qo'shimcha ma'lumot berilmadi. Bu mavzuga qanaqangi qo'shimcha ma'lumotlar bera olasizlar? Agar savolim tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, uzr, biroz hayajon bor, savolim tushunarsiz bo'lgan bo'lsa takrorlashim mumkin. Ketma-ket javob berishga harakat qilamiz. Endi birinchi savolingizga javob, endi giyohvandlik jinoyatlari, shu jinoyatlar yosharmoqda deganimiz, bu jinoyat sodir etgan shaxslar orasida aynan 14 yoshlar mavjudligi, lekin bu degani hammasi 14 yosh emas. Aynan tahlillar natijasida bugungi kunda 14 yoshga to'lgan yoshlarimiz ham jinoyatda ishtirokchi bo'lganligini bu tahlillardan kelib chiqib asosan gapirmoqmiz. Shunda biz targ'ibot va tashviqot aynan mana shu yoshlarimizni giyohvandlikka qarshi kurash immunitetini shakllantirishda qayerdadir bo'shlig'imiz borligidan ko'rib, mana shu yerda izchil, anzilli chora-tadbirlarni belgilayapmiz. Ikkinchi masala bo'yicha demak, aniq sabablari yo'q. Aytaylik, jinoyatlarni sodir etish masalasida bo'lishi mumkin bolalarda oilaviy holat, misol kambag'alligi tufayli yoki birozgina qo'li kaltaligi tufayli mana shu jinoyatni pul uchun qilgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqangi sabablar yo'qmi, nahotki qanaqadir nimalar keltira bilmasangiz. Yoki bo'lmasam iste'mol masalasi bor. 12-14 yoshli bolalarda iste'mol qilish, sintetikalarga o'tirib qolish, o'rganib qolish masalasi bor. Buni sabablari. Marhamat. Bizda yoshlar muammolarini o'rganish va kadrlarni tayyorlash institutimiz bor. Bu institut tomonidan hududda so'rovnomalar o'tkazildi. Yuqorida aytganingizdek, yoshlarda 16-22 yoshda juda ham xona qaynoqlik qiziqish eng kuchli davr hisoblanadi. Mana shu davrda qo'shtirnoq ichidagi agressiyani yo'qotish maqsadida o'rtog'idan bittadan tatib ko'radi. O'sha orqali bu oqimga kirib boradi va bu ham o'zilmagan holda targ'ibot surib qoladi. Bu qo'shtirnoq ichidagi agressiv kayfiyatni yo'qotish maqsadida faoliyat bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, boyagi iqtisodiy yetishmovchilik natijasida targ'ibotchi surib qolyapti, ya'ni boyatmoqchi zakladchi vazifasiga kirib qolyapti. Endi uchinchi toifa bor, bu 20-30 yoshdagi yoshlarimiz bor, bu davlat tashkilotidagi ishlaydigan yoshlarimiz o'rtasida. Biza yaqinda Xorazm viloyatida Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida shu bo'yicha jinoyatlarni muhokama qildi. Hamma aytardi, jinoyatchilik hammasi ishsizlikdan. Yo'q, jinoyatchilar 92% ishlik, badiiy axloqli yoshlar. Bu aytmoqchi, puli bor, daromadi bor yoshlar. Endi siz aytyapsiz, nima uchun bu narsani chegaradan olib kirishga yo'l qo'yildi? Boya aytyaptilar, narko laboratoriyalar olib paydo bo'ldi. Afsuski, tadbirkor qo'shtirnoqchidagi chet el tadbirkorlariga kelib, mana shu laboratoriya tashkil qildi. Chegaralarimiz mustahkam, hozir formula tuzilgan. Yana aytyapsiz, nima uchun ijtimoiy tarmoqlarga sizlar nazorat kuchi kamaytirgansiz? Bunaqa emas. Oldin bu mahsulotlarni targ'iboti Telegramda, WhatsAppda guruhda tashkil qilinadi. Hozir botga o'tgan bo'ldi. Mana biz yaqinda hakaton e'lon qildik. Mana shu guruhlarga qarshi kurash bo'yicha
bular ham misol uchun targ'ibotchilar ham, sotuvchilar ham zamonaviylashib boryapti. Shu bilan bir qatorda biz ham Hamkor Toshkent bilan bu zamonaviylashtiramiz. Mana yaqinda Samarqandning yigitimiz Shohruxbek tomonidan ishlab chiqildi. Guard Narko, ya'ni sun'iy intellekt orqali ijtimoiy tarmoqlarda mana shu so'zlarni ishlatgan guruhlarni aniqlash bo'yicha. Uni boshlaganimizdan keyin o'zimizdan bu aytmoqchilar gruppadan voz kechib bot tizimi. Ular ham o'zini tutishdi. Biz ham harakat qilyapmiz. Lekin buni jamiyat, millat bir bo'lib harakatlanmasa, hamma bir yoqdan boshqarib bitta odamga yo'q, bu narsani sen iste'mol qilma, oqibatda senga mambu illatli yopishadi degan narsani targ'ibot bilan shug'ullansak, o'shandagina xalqimizni, o'shandagina millatimizni, o'shandagina yoshlarimizni sal bo'lsa haligi og'irga chaqirishimiz mumkin. Buni hech kim kafolat bera olmaydi. Ertaga biz sizni xonadoningizga kirmaslikka, yo'q mani xonadonimga kirmaslikka. Mana ham uchta o'g'il farzand tarbiyaladim. Ertaga hech kim kafolat bermaydi. Abdulaziz Mo'minov bolalari ham mana shu illatga chiqarmaslik. Shuning uchun xalq, ommaviy axborot vositalariga ming rahmat. Men doim hozirgi kungacha 9 ta biz targ'ibot roliklarini tayyorladik. Agentlik bilan hamkorlikda, ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda, bojxona qo'mitasi bilan birgalikda. Bu roliklarimiz targ'ibotiga ham ancha yordam beryapti. Mana ko'rsatmasdan blogerlarimiz ham haligi bersak yo'q demasdan targ'ibotda qilyapti, hamkorlik qilyapti. Shuning uchun bu faqatgina ommaviy axborot vositasi vakillarining yoki blogerlar yoki qaysi huquqiy tashkilotlar vazifasi emas. Bu har bitta o'zbekistonlikman degan har bir vazifasi bo'lib targ'ibotiga qattiq kurashishimiz kerak. Shundagina bu illatdan bizlarga g'olib chiqishimiz mumkin. Ozgina bizlar rohatlikka berilsak, ozgina bu yo'nalish bo'yicha ishni chetga surib qo'ysak, bu yerda millatni tahdid yo'q. Muhtaram prezident doim aytadi, bizga olib borayotgan siyosatlarimiz, iqtisodiy islohotlarimiz bu bir tomon bo'lsa, yoshlar siyosati, bu yoshlar siyosati ichidagi umuman millatimiz ichidagi mana shu giyohvandlik vositalariga qarshi kurashish bu alohida bitta siyosat bo'lishi kerak deb bejizga milliy strategiya qabul qilingan. 2014-yil avariya bor. Milliy strategiya qabul qilganmiz. O'sha strategiya targ'iboti qog'ozda qolish kerak emas. Har birimiz haligi daxldorlik qiladigan huquqini o'zimizda olsakkina menimcha bu illatga qarshi kurasha olamiz. Rahmat. Birinchi savol uchun rahmat. Ikkinchi savolga o'sha bloklash bo'yicha. Bloklash bo'yicha. Bloklash bo'yicha ma'lumot bor. Shu yilning o'zida 1818 ta kanallar bloklangan. Shundan 576 ta Telegram bot, 965 ta yopiq kanal, 277 ta ochiq kanal bloklangan. Bu degani bugungi kunda aynan mana shu giyohvandlik moddalarni internet tarmog'ida savdosiga qarshi kurash borasida bizda kompetentli organlar bor, aynan shu bo'yicha shug'ullanadigan. Hozirda mana shu bloklangan kanallarni o'zida o'sha platformalarning o'zida 612.362 ta obunachi hozir egasi bor. To'g'ri, mana shu kanal botlarga a'zo bo'lganlar hammasini tarqatib o'tgan. Lekin bugungi kunda aynan mana shu yo'nalishda keng qamrovli tadbirlar olib borilmoqda. Muhtaram yurtboshimizga rahmat. Bugungi kunda huquq muhofaza qiluvchi idoralar eng zamonaviy texnologiya, eng zamonaviy platformalardan foydalanmoqda. To'g'ri, nima degani? Aynan davlatimiz rahbari mana shu yerda ham birinchi o'ringa qo'yganlari, narko jinoyatga qarshi kurashda birinchi o'ringa qo'yganlari. Davlatimiz administratsiya rahbarlari ham mana kuni kecha o'zlari e'lon qilganlari va kunlik so'rov nazorat olganlarining natijalari. Nima muammo bor bo'lsa, hamma muammoni takliflar bilan beramiz. Qanday biz bo'lsa, xuddi shunday muhofaza qiluvchi idora zudlik bilan masalalar yechilyapti. Nimaga? Aynan o'sha xodimlarga mana shu sharoit zamin yaratib berish, mana shu jinoyatga qarshi kurash borasida. Rahmat. Javob uchun rahmat. Gazeta.uz. Assalomu alaykum. Birinchi savolim, o'sha davlat juda ham katta pul ajratyapti, kurashga, keyin jazolar kuchayyapti, lekin hali ham vaziyat jiddiyligicha qolyapti, ya'ni og'irlashib boryapti. Bunga asosiy sabab o'sha laboratoriya tashkil qilinishi bu. Mana ko'p tarmoqlarda biz kommentariylarda o'qiymiz, odamlar chegara postlaridan bemalol kirib keladigan shunaqa tushuncha ham shakllanganda xalq bilan ko'pchilikda. Asosiy sabablar nimada? Faqat laboratoriyani yoki sabab ko'rsatsa yetadimi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim,
qamalganlar bo'yicha statistika bor va ular ichida ayollarda salmoq qancha tashkil qiladi, ya'ni aynan narko jinoyati bo'yicha qamalganlar statistikasi. Uchinchi savol mana bu narkotik giyohvandlik bo'yicha bizda ilmiy tadqiqotlarda nimagadir ko'rmaymiz. Masalan, ayollar zo'ravonligi yoki boshqa muammolar bo'yicha har yil e'lon qilinadi, lekin narko jinoyati bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'rmaymiz. Bu bo'yicha rejalar bormi yoki hozir jarayon ketyaptimi? Savollaringizga rahmat. Birinchi savolingizga bugungi kunda nimaga narko vaziyati o'zgarmayapti, chegaradan kirib kelyapti degan savolingizga mana biz video material tayyorladik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, aynan video materialda chegara postlardan bugungi kunda olib borilayotgan tadbirlar natijasida O'zbekiston hududiga kirishga harakat qilgan jinoyatchilar va olib kirish harakat qilgan qancha mana bittagina tadbirni misolida 596 kilo Surxondaryo chegara postida 596 kiloni kirib kelishi oldin olindi. Bu degani bugungi kunda barcha postlarimizda keng qamrovli aynan mana shu giyohvandlik moddalarini O'zbekistonga kirib kelishini oldini olishga qaratilgan, yana shunday aytaman, zamonaviy yangi texnikalar bilan jihozlangan postlarimizda xizmat olib borilmoqda. Bu yerda men ozgina qo'shilmayman sizni vaziyatimiz jiddiy og'irlashmoqda degani. Vaziyatimiz to'g'ri nisbatan o'tgan yillarga nisbatan tog'lar oshib bormoqda, lekin huquqni muhofaza qiluvchi idoralari bugungi kunda aynan mana shu jinoyatchilikka qarshi kurashda xalqaro tajribalardan kelib chiqib, o'zimizning tajribadan kelib chiqib, bugungi kunda qurisha oladi va aniqlangan 14 narko laboratoriya bu degani bizani xodimlarimizning malakasini oshirdi. Bizani xodimlarimiz aynan mana shu jinoyatga qarshi kurashda ham mexanizmi bor va bugungi kundagi natijalar to'g'ri ko'payib boryapti, lekin shu ko'payib borganga yarasha aniqlash, aynan huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan aniqlash ham ko'paymoqda. Degani birgina misolda aytadigan bo'lsak, 5 kilo 10 kilo aniqlansa, buni bu dozaga bo'lib hisoblasak bo'ladi, aholiga tarqalishi oldin ketsak to'g'ri bo'ladi. Birgina statistika respublika miqyosida kecha ma'lumot oldik, 70 tadan ortiq tadbir har kuni amalga oshiriladi. To есть 70 tadan ortiq tezkor tadbirlar aynan giyohvandlikka qarshi kurash borasida amalga oshiriladi. O'rtacha 20-30 dan ortiq nafar fuqaro kunlik ushlandi. Yillar 6 oyga taqqoslangan bo'lsak, bugungi kunda aniqlangan giyohvand moddalar 14 kilo o'rtacha har kuni izyaga bo'ladi. 14 kilo har kuni. Bu degani aynan mana shu yo'nalish bo'yicha endi to'g'risini aytishimiz kerak. Oldin an'anaviy giyohvand moddalar bo'lsa, bugungi kunda yangicha tus olgan sintetik moddalar avj oldi. Sintetik psixotrop moddalar avj olgan, kundan kuniga uni formulasini o'zgartirib ham boshqa qiyofasini o'zgartirib ham olib kirishga harakat qildi. Kecha ko'rgan bo'lsanglar, ijtimoiy tarmoqda ham keng yoritildi, aynan tamoyillarning kontrabandasi tomonidan aniqlangan yong'oqning ichiga, magazin ichiga, turshayning ichiga faollagan uslubni qo'llab aynan olib kirishga harakat qildi. Lekin puli aniqlab oldi. Aniqlagandan asosiy natijaga erishgandan asosiy nimadan dalolat? Bu degani bizning xodimlarimizdan aynan shunga immunitet va nauklari shakllanadi. Lekin muammoimiz fuqarolarni aynan mana shu giyohvand noqonuniy narko jinoyatlardan immunitet shakllantirishda targ'ibot tashviqotimiz va oxirigacha yetib borolmayapmiz desak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Achchiq bo'lsa ham haqiqat, shuning uchun biz bugungi kunda aynan shu matbuot anjumanida ko'zlagan maqsadimiz hammamiz birlashib biz bergan targ'ibot tashviqot, biz bergan informatsiyani keng tamoyilga yoritadigan bo'lsak, siz natijaga erishamiz. Shunda yoshlarimiz jinoyatga qo'l urishi mumkin bo'lgan yoshlarimiz to'xtab,
buni man ijtimoiy tarmoqda ko'rdim. Oddiy ishga qabul qilaman deganda tiyida bir boshqa bir zamin bor. Ertaga man jinoyat ishtirokchisi bo'lib qolaman degan fikr shakllansa, ana shunda bu jinoyatga qo'l urmaydi, qadam bosmaydi. ilk bosmagan qadam o'zini tiygan yolg'on takliflarga ko'nmagan fuqaro ertaga o'zini o'zi asraydi. Ertaga mana shu bu yerda aynan mana shu jinoyatga qarshi kurashda asosiy omil deb bilamiz. Keyingi savol. Qamalganlar bo'yicha. Assalomu alaykum. Savol-javob qancha jinoyat sodir etildi, ulardan ayollar qanchasi tashkil etiladi? Bugungi kunda sodir etilgan shu 5700 ga yaqin jinoyat bo'ladigan bo'lsa, 340 ta 6% ayollar tashkil etiladi. Salmon juda katta emas. Bu borada boya savol aytdingiz, nimaga ko'payib ketyapti jinoyatlar degan savol ham keldi. Yo'q, ko'payayotgani yo'q jinoyatlar. Faqat bugungi kunda barcha huquq-tartibot idoralari, davlat, hukumat birlashib harakat qilgan natijasida biz jinoyatlarni aniqlayapmiz. Bugungi kunda davlat darajasida qaralyapti buni oldini olish. Mana oldin bunaqa press tur anjumanlar bo'lmagan edi. Mana shu yilda o'zida ikkinchi marotaba anjuman tashkil qilingan. Bundan maqsad biz statistikaga emas, o'sha shaxslarni jazo muqarrarligiga ta'minlash bo'yicha harakat qilishimiz kerak. Ko'proq aniqlab, ko'proq uni jazosini ta'minlaydigan bo'lsak, bu illatni kamaytirishga, yo'q qilishga erishamiz. Bunda boyagi Farhod Fattoqovich ham aytdi, faqat huquq-tartibot idoralari emas, bugungi kunda barcha birlashishimiz kerak. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari. Eng bizning kuchimiz ommaviy axborot vositalari. Sababi biz bugungi kunda eskicha usul mahallalarda yig'ilib, maktablarda tushuntirish deyapmiz. Bu usul kamroq jamiyatni qamrab olamiz. Biz uni maqsadi nima? Uni maqsadi biz ayollar bo'yicha yig'ilish o'tkazyapmiz, boshqa qilyapmiz. Ko'proq eshitib, ko'proq mana shu illatni yetib borish kerak fuqarolarga. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari biz o'sha yig'ilishlar o'tkazib 10 ta odam yetkazadigan bo'lsak, ommaviy axborot vositalari 1 daqiqaning ichida 100 minglab odamga yetkaza oladigan kuchga ega. Shuning uchun biz ommaviy axborot vositalarini jalb qilyapmiz, sizlardan iltimos ham qilamiz, buni kengroq yoritishimiz kerak, kengroq. Bilamiz, jamiyatda eskidan nasha bilan shug'ullangan, qora dori bilan shug'ullangan deydi. Jinoyatligini biladi hamma. 7 yoshdan 70 yoshgacha jinoyatligini bilyapti. Lekin uni kelajakdagi oqibat, kelajakdagi avlodga yetadigan oqibatini tushunib yetmaydi hali yoshlarimiz. O'sha illatni biz yetkazishimiz kerak. Bu mumkin emas, bu faqat o'zingga emas, kelajakda farzanding, nevaralaring u avlodga ta'sir qilishini tushunib yetkazadigan bo'lsak, bu jamiyatni qaytara olamiz. Rahmat. Boyagi yigitimizning savollariga Otabek Bobomrodovich ham javoblari bor. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari. Avvalambor sizlarni kelayotgan kasb bayramlaringiz bilan tabriklayman. Hozir bergan savolingizga qisqacha aytib o'tadigan bo'lsak, nima sababdan chegaralarimizda giyohvandlik moddalarida oshyaptimi, kamayaptimi degan savolingizga javob bersam. Birinchi navbatda bugun kunda avvalambor muhtaram prezidentimiz tomonidan va administratsiya rahbari tomonidan berilayotgan topshiriq bo'yicha va shu chegaralarda yaratib berilayotgan qo'shimcha shu aniqlash giyohvandlik moddalari, noqonuniy tovar moddiy boylar kirib kelishi uchun shu inspeksion ko'rik majmualari o'rnatilyapti. Ko'rsatadigan bo'lsak, ba'zi davlatlarda juda ham kam. Bizda chegara bojxona postlarimizda o'zi faqat chegara bojxona postlarimizda o'zida inspeksion ko'rik majmuamiz 18 ta o'rnatilgan. Bu degani hozir mana ko'rib turibsizlar, kran kirib kelayotgan bo'lsa, o'shanda avtomashina
15 sekundda Farhod Hattonovich o'zingiz mana bor joylardan chegarada chiqqanda ko'ryapsiz, o'tib ketyapti. 15 sekundda yuk avtomashina o'tyapti. O'tayotgan vaqtda o'sha inspeksion ko'rik majmuasida aniq ko'rinib turibdi. Buni natijasida bundan tashqari aeroportlarimizda, chegara bojxona postlarimizda birinchi navbatda prezidentimizda topshiriqlari bo'yicha body skanerlar. Mana administratsiya rahbarimiz o'zlari ham Samarqandda o'tkazilgan tadbirlarda qo'yib ko'rsatildi. Fuqarolarimiz yoki O'zbekistonga kirib kelayotgan fuqarolar shu ichki o'ringa solib kelayotgan payt body skaner orqali aniq ko'rinib turayotganligi. To'g'ri aytdingiz, hozir giyohvandlik vositalari kamaydimi, ko'paydi degan savolingizga bojxona nimasini aytadigan bo'lsak, 2025-yilda 1 tonna 855 kilogramm giyohvandlik modda aniqlangan bo'lsa, hozir mana 5 oy yakuni bo'yicha 1 tonna 650 kilodan ortiq giyohvandlik modda aniqlanyapti. Bu hali 6 oy bo'lgani yo'q. O'tgan yilgi 1 yillik holatimiz aniqlanyapti. Buni hammasiga aniqlanishiga sabab birinchi navbatda qo'shimcha o'rnatilgan yoki xodimlarimizga bo'layotgan nimalarimiz bo'yicha chet el tajribasidan tashqari o'rnatilayotgan mana shu body skanerimiz yoki inspeksion ko'rik majmualari o'rnatilgan. Buni undan tashqari hamma chegara bojxona postlarimizda harakat bo'lib turgan chegara bojxona 150 ga yaqin giyohvandlik modda aniqlaydigan xizmat itlari. Bu bojxonalik. Bundan tashqari chegara qo'shinlarimizniki bor. Birgalikda xizmat olib borayotgan natijasida giyohvandlik jilovlash ko'payayotganligi uchun nima ham oshyapti. Oldin misol oddiy misol keltiradigan bo'lsak, mana inspeksion men narxini ham aytishim mumkin, taxmini to'liq endi tiyinigacha aytmayman. O'rta hisobda 3 million dollar turadi. Bu davlat uchun juda katta, lekin shunaqa nimalarimizga sharoit yaratib berilayotganligi uchun men o'ylaymanki, jilovlanayotganligi uchun giyohvandlik moddalar vazni ham va jinoiy guruhlarda ham aniqlanishiga sabab bo'lyapti. Mana yana bir so'z bersangiz, Hattonovich yangi usullar deyotganda. To'g'ri aytadigan bo'lsak, endi hamma ijtimoiy tarmoqlarda o'zlaringiz ham ko'rdilaringiz, Afg'on Qozonda men mana shu yo'nalish bo'yicha ko'p yillar mutaxassis deb o'zimni qanaqadir miqdorda hisoblasam agar, buni qanday o'rnatilganligi juda qiziq. Metal eritiladi. Uni ichida qanday qilib joylashtirib, ikkinchi qatlamda joylashtirishi juda ham, masalan, chet eldan kelgan hamkasblarimiz bunga hayron qoldi, qanday qilib quyilganligi. Yoki kechagi mana oxirgi hozir Farhod Hattonovich aytib o'tganlarida quritilgan o'rik qoqisi. 300 grammdan vakuum qilingan, hammaga hozir yozgi kunda hammamiz yuragimiz baqib o'zini o'shanda iste'mol qilayotgan paytda tranzit o'tib ketayotganda shuning ichidan qilindi, birga bir qilingan. Kartoshkani endi ko'ryapmiz, yangi usullarni o'ylab topilyapti. Yana bitta qisqacha sizlarni ko'p cho'zib o'rmayib, nimalaringizga savollar bo'lishi mumkin. Giyohvandlik moddalar aniqlangan giyohvandlik, masalan 1 tonna 700 kilogramm bo'ladigan bo'lsa, 95% tabiiy giyohvandlik modda. Chegarada aniqlanganlar. 5%ni ya'ni sintetiklar aniqlanyapti. Bugungi kunda bu aniq statistikamiz qo'limizda bor va bizda tahlil ma'lumot olib boryapti. Nimani hisobida? Ko'proq chegaradan olib kirgandan ko'ra laboratoriyalarimizdagi holat aniqlanishiga sababam yoki Andijon viloyatida tezkor kontrabandaga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari bor tadbir o'tkazildi. Bunda ichki ishlar hammasi birgalikda borib o'tkazilganda biz aniq oxiriga yetaylik. Yana bu holat sababi kilogramm katta laboratoriya deyilgandan keyin 21 kilogramm bitta laboratoriyaning o'zida aniqlanganligi Andijon viloyatida. Dashni uchastkadan sotib olingan dashni uchastkani chet eldan turib bizga olib beryapti. Ya'ni bizni nimamizga, yosh yigitimizga 18 ming dollarga sotib olib berib, laboratoriya aniqlangan. Endi gaplashib nimaga chet eldan emas, nimaga o'zimizda laboratoriya bo'lishiga men o'zim fikrimni aytadigan bo'lsam,
chegaradan kirib kelayotgan paytda tabiiy yoki umuman giyohvandlik moddalar nazorat kuchayayotganligi sababli bu sintetikamizni birinchi navbatda chegaradan kirib kelayotgan paytda masalan geroin kirib kelishi bo'lsa agar xusus moddalar hidi juda ham qattiq chiqishligi o'shalardan aniqlab qolishdan qo'rqib bular o'zimizda laboratoriyalar ishlaydi. Lekin mana ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmati, bojxona va kunlik biz ma'lumotni yoki narkokontrol mana farqat xat taqish yigitlari bilan almashib turamiz ma'lumotni. Bizda aniqlangan narsani bo'lak tashlaymiz, ichki ishlarniki hamma tashlab va yangi usullar o'ylab topilayotganligi to'g'risida degan bo'lsak, bu ham qiziqarli. Rahmat. Javob uchun rahmat. Shohid opa, marhamat. Ilmiy bo'yicha aytsam, ilm yo'q dedik-ku. Ilmiy amaliy markaz rahbari sifatida ham bosh narkolog sifatida javob bermoqchiman. Sohada bugungi kunda endi sizlar bilmasliginglar mumkin. Matbuot anjumani ham shunga kerak bo'lsa kerak. 9 nafar fan doktori, 17 nafar tibbiyot fanlari nomzod, ya'ni PhD olib bormoqda va hozirgi kunda 8 nafar ilmiy ish ketyapti va agar bir 3 yillar oldinga nazar soladigan bo'lsak agar 3 barobarga oshgan yil. Bundan tashqari bitta grant loyiha ham qilinyapti. Bu yangi innovatsion texnologiyalarni giyohvandlikka davolashda ishlatish, bu transkanal magnit stimulyatsiya usulini qo'llash bo'yicha ilmiy grant Doctor of Science, ya'ni fan doktoriga ilmiy grantlar qilinyapti. Undan tashqari epidemiologik tekshiruvlar ham topshirig'i ketgan. Buni ham birinchi etap qilingan, ikkinchi o'sha polivoy etap deydi. Uni amalga oshirish ishlari olib boriladi. Undan tashqari Jahon psixiatrlar assotsiatsiyasi bilan birgalikda biz har 2 yilda Samarqandda yosh psixiatr va narkologlar bahorgi ilmiy maktabi qilamiz. Bu yil ham qildik. 150 ga yaqin yosh, 40 yoshgacha bo'lgan mutaxassislarni butun dunyodan 50 ta professorlar kelib mana shu eng ilg'or tajribalar asosida o'qitildi. Bundan tashqari 2027-yil aynan mana shu oyda 24-dan 27-iyun sanasida Jahon psixiatrlar assotsiatsiyasining kongressini Toshkentda, O'zbekistonda qilish bo'yicha ham kelishuvga erishilgani, bu butun dunyodan 500 ga yaqin olimlar kelib mana shu yo'nalishlardagi eng ilg'or tajribalar almashishga olib keladi. Aytmoqchimanki, umumiy qilib aytganda, ilmiy nuqtai nazardan ham barcha amalga oshirilayotgan ishlar bor va ular amaliyotga ham joriy qilinyapti. Rahmat. Javob uchun rahmat. Ushbu savolga qo'shimcha bor bizda. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Narkotiklar va o'qotar qurolni nazorat qilish agentligi Mirsaid Haydarov. Ilmiy faoliyat bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Aniq raqamlar bo'yicha o'tgan yil o'zida 2025-yilda narko jinoyatlariga qarshi kurash yo'nalishida huquqiy fanlar yuzasidan demak 4 ta tadqiqotchi demak falsafa doktori ilmiy darajasini oldi, ya'ni PhD. O'tgan yil o'zida 1 yil o'zida 4 ta tadqiqotchi demak ilmiy ishni himoya qildi va bugungi kunda aynan mana shu fan tarmog'i bo'yicha 10 ga yaqin mustaqil izlanuvchilar ilmiy tadqiqot faoliyatini olib bormoqda. Yana bitta muhim yangilik to'xtalib o'tmoqchiman. Demak, davlatimiz rahbarining 2025-yil 3-noyabrdagi 207 son farmonlari ijrosi doirasida agentlik tomonidan shu ilmiy giyohvandlik va narko jinoyatlarni oldini olish hamda ularga qarshi kurash yo'nalishidagi ilmiy faoliyatni jozibadorligini oshirish maqsadida bugungi kunda demak mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqot olib borgan izlanuvchilarni qo'shimcha rag'batlantirish mexanizmini joriy qilish bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi ishlab chiqilgan. Demak, qaror bilan bugungi kunda qarorimiz jamoatchilik muhokamasi turibdi, bemalol tanishishingiz mumkin. Buni asosiy jihati shundaki, xabaringlar bor, shu PhD Science himoya qilganlarning ilmiy ishdan qo'shimcha shu pul mablag'i to'lanadi. Undan tashqari hozirgi kunda shu loyihada nazarda tutilganki, demak PhD uchun yana oylik maoshi 50%, Science uchun esa 100% gacha miqdorda qo'shimcha rag'batlantirish nazarda tutilgan. Javob uchun rahmat. Bizda keyingi savol O'zbekiston radiosi, marhamat. Assalomu alaykum. O'zbekiston radio kanalidan Shahida Abdualimova bo'laman. Birinchi savolim Zarifjon Sharipovichga. Zarifjon Sharipovich, bilamiz, so'nggi paytlarda bemorlarni davolash bo'yicha yangicha yondashuvlar joriy etilyapti. Mana hozir o'zingiz aytib o'tdingiz,
lekin shu bemorlarni to'liq 100% davolash imkoniyati bormi? Odatda biz Maftunani yordamida addiktologlarni ham eshitishimizga taklif qilganmiz. Ularni taklif qilganimizda xuddi shu savolni berganimizda ular aytishdiki, yo'q, oxirigacha davolashning iloji bo'lmaydi. Xohlagan paytda yana o'sha holatga qaytib qolish imkoniyati bizda juda yuqori dedi. Shu ma'noda ikkinchi savolga o'taman. Mana hozir rostakamiga juda katta ishlar olib borilyapti. Hamma tomonlama o'sha jinoyatlar shunda ko'rinadiki, juda ham ko'payib ketdi. Biz hech narsa yo'q qilmayotgani uchun ham xuddi shu holatlar yuz beryapti. Lekin biz bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, mana 12-14 yosh deyildi-yu, ana shu xuddi shu yoshdagi insonlar o'ta qiziquvchan bo'ladi, haqiqatda. Ular jinoyat qilmasligi ham mumkin. Qiziqib shunga kirishadi. U boymi, kambag'almi, ehtiyojmand oilaning farzandimi, uni farqi yo'q. Sherigi shu ishni qilyaptimi, demak, u ham qilib ko'radi. To'g'ri, hammasi emas, lekin baribir qiladi. Bizning maqsadimiz ana shularni oldini olish. Shularni shu ishga kirib ketmasligini oldini olish hisoblanadi. Shu jihatdan endi bu qaysidir ma'noda taklifmi yoki qanaqadir boshqa masalami, maktab ta'limi, oliy ta'lim vazirliklari bilan hamkorlikda, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda berilyapti. Blogerlar zo'r ishlashyapti. Keyin televideniya orqali berilyapti, radio orqali berilyapti. Hammamiz qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz yetib borishiga. Lekin bir narsa bor. Mana shu biza kim uchun shu narsani tayyorlayotgan bo'lsak, o'shalarni hammasi ko'rmaydi, eshitmaydi, qaramaydi ham. Chunki ularni boshqa narsa qiziqtiradi. Ana o'shalarni qamrab olish uchun bizning nazarimizda qanaqadir sayyor qabullar tashkil qilish kerakmi va mamlaqa addiktologlar yoki shuni boshidan kechirib o'sha tuzalish anaqasiga o'tganlarni taklif qilib, shular asosida har bitta guruhga kirib kerak bo'lsa, har bitta hududda ana o'shalarga haqiqiy anaqani ko'rsatish kerak. Men nazarimda bu bitta taklif, endi qay darajada qilinadi bilmayman, lekin yana bitta narsa borki, masalan bitta auditoriyada hamma yoshlar yoki hamma o'quvchilar giyohvand emas yoki tamaki chekmaydi, lekin ko'pchiligi baribir shunga qiziqib shu ishni qiladi. Endi Zarifjon Sharipovich bitta gaplari bor. Har doim intervyu olganda shu gaplarni takror va takror aytadilar, lekin bunga hech kim ahamiyat bermaydi va shu hozirgi fikrimga shu juda anaqa. Yoshlarning o'zi bilimga ega bo'lish kerak, kichkina paytidan deyishadi. Deyaptilar. Mana o'sha kuchli ta'sir qiluvchi vositalar ayniqsa organizmga juda yomon ta'sir qiladi. Uni qaytarib olish ham juda qiyin. Tibbiyot bu yuklamani ko'tara olmaydi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, ko'tara olmaydi. Shu ma'noda agar biz mana masalan radiodan kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop moddalar nomini birma-bir aytsak, biz xuddi reklama qilganga o'xshab qolamiz. Lekin men hozir aytganimdek, fikr bildirganimdek, qanaqadir sayyor qabullar orqali borib, shularni yoshligiga birma-bir tushuntirilsa, menimcha natijasi yaxshi bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling. Meni bitta taklifim bor edi, qo'shimcha, masalan, jurnalistlar yordam beringlar deb sizlar ko'p aytdinglar. Biz faqatgina shu matbuot anjumanida raqamlarni eshitamiz xolos. Ochig'i sizlardan. Masalan, qamalganlar, hozir jazoni o'tayotganlar, narko jinoyati bo'yicha yoki narko jinoyati orqali hozir davolanayotgan yoki davolanib chiqqanlar bilan intervyu masalasida biz ochig'i ko'p nima qilganmiz, bir amaliy nima ko'rmaganmiz. Shu masalada bir yordam bersanglar, raqamlardan ko'ra ularning hikoyalari, bu yerga kirib qolgani, pushaymonligi, ularning xulosalari baribir ham ommaga jonli, real hikoyalar orqali ta'sir qilsak ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Shu taklifni Bu taklifingizni yozib oldik. Bizani ommaviy axborot vositalariga huquqni muhofaza qiluvchi idoralar, tegishli tashkilot va vazirliklar hammasi ochiq. Aynan profilaktik nuqtai nazardan, targ'ibot nuqtai nazardan yoki bir jamiyatga qandaydir misollarni yetkazish bilan bog'liq masala bo'ladigan bo'lsa, albatta biz o'zimiz ko'makdosh bo'lamiz. Biz shu uchun yig'ildik. Bugungi kunda endi ochig'ini aytishimiz kerakda, shu 14 ta narko laboratoriya qayerda? Mahallalarda, ko'chalarda, dombi podyezd podvollarida. Men o'zim 2-3 tasiga aynan shaxsan mana ichki ishlar rahbariyati bilan borganimizda shuni ko'rdik. Podvolda bemalol faoliyat yurityapti, lekin o'sha podyezdda o'zida 10 ta kvartira bor. 20 dan ortiq fuqaro yashaydi. Nega befarq o'zi? Ertaga shuni xonadoniga kirib kelishi mumkin-ku. Hovlilar 4 oylab, 5 oylab notanishlar yashaydi.
kimdir arendaga olib yashaydi. O'sha hovlilarda faoliyat yurityapti. Noqonuniy narkolaboratoriya. Mana hozir Andijonning misolida aniq ko'rdik. Juda yirik miqdorda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ana shu yerda ham qo'ni-qo'shni bor, ana shu yerda ham mahalla bor. Biz nima xohlayapmiz? Biz ommaga keng yetkazaylik. Hamma befarq bo'lmasin. Buni priznaklari bor. Ana shu laboratoriya tashkil etish ham o'zini tashqi ko'rinishidan bilsa bo'ladigan omillari bor. Ana shu omillarni sira orqali yetkazadigan o'zimiz endi mahalla yettiligi bilan profilaktika inspektori hududda ishlarni amalga oshirgani bilan har bir fuqaro hushyor bo'lmasa, baribir uni ko'zdan qochirib qo'yamiz. Jamiyat birlashishi kerak. Jamiyat birlashishi sizlarni bugungi kundagi faoliyatinglar bilan chambarchas bog'liq. Agarda sizlar mana shuni davlatimiz kelajak deb yoshlarimizni bugungi kunda aynan mana shu illatdan himoya qilsak, ertaga davlatimiz kelajakda taniqli sportchi, taniqli tadbirkor, umuman bizning davlatimiz rivojlanishiga asos solgan bo'lamiz desak noto'g'ri bo'ladi. Mana shunga hammamiz birdek teng yondashishimiz kerak. Qanaqadir alohida vazirlik yoki qanaqadir alohida tashkilot yoki idora bunga bir o'zi yaqqol kurasha olmaydi. Marhamat, kimda yana savollar? Javob uchun rahmat. Albatta. Rahmat savol uchun. Davolash mumkinmi degan savol. Davolash, men oldin ham aytganman, yana takror bo'lsa ham aytaman. Bu giyohvandlik yoki qaramlik, bu surunkali kasallik. Xuddi masalan qandli diabetni davolasa bo'ladimi yoki revmatizmni davolasa bo'ladimi, qon bosimini davolasa bo'ladimi degan savol bilan bir xil qarasanglar bo'ladi. Qaysi ma'nodaki, agar qandli diabet kasalini yana o'sha tavsiya qilingan shifokor tomonidan ishi qilmasa, yana o'sha qandli diabet qo'zg'aladi, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab giyohvandlik ham xuddi shunaqa kasallik. Bir marta bo'ldimi, bu har doim xavf guruhiga kiradi. Mana masalan oddiy misol aytaman. 2025-yilda uzoq muddatli remissiya deydi. Sog'ayish davri bor yo'g'i 25% tashkil qiladi. 4120 nafar giyohvand masalan davolangan bo'lsa, uni 25% uzoq muddatli remissiya deb biz 3 yildan ortiq yurganlarni aytamiz. Sog' yurganlar. Undan bilib turibsizlarki, 75% 3 yil ham sog'ayish davri bo'lmabdi degan. Yoki 4120 ta o'sha davolanganlarning ichidan 31% bir yil o'zida 2 va undan ortiq yotgan. 31% degani 1 yil ham, yarim yil ham sog' davri bo'lmadi degan. Shuning uchun davolandi deganda qanday tushunish kerak? Davolanish qachon natija beradi? Qachonki to'liq davolansa. Bizda davolanish deganda nimani tushunadi? 10 kun agar organizmni tozalasa, bu davolanish deb tushunadi. Bu davolanish emas bu. Bu dezintoksikatsiya bosqichi, davolanishi birinchi va 5% bosqichi. Qolgan tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya bosqichini o'tmasa, psixolog, psixoterapevtlar bilan ishlamasa, jamiyatga qaytganda yana psixologik immunitet yo'q deyish ko'nikmasi yo'q. Undan keyin yana qayta retsidiv deymiz. Xuddi shu giyohvandlik qaytishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun davolanish mumkinmi degan, to'liq davolanish mumkinmi degan savolga, bu surunkali kasallik bo'lganligi uchun doimiy xavf guruhiga kiradi va qayta retsidiv bo'lish ehtimoli har doim saqlanib qoladi agar tavsiyalarni amal qilmasa. Rahmat. Javob uchun rahmat. Bizda navbatdagi savol Rost 24 sayti.
был проведен, спасибо за вопрос, был проведен анализ. На самом деле на сегодняшний день есть компетентные органы, которые непосредственно занимаются этой деятельностью. У них в основном функция выявлять в интернет пространстве Darknet, интернет, наркошоп, наркобот, наркоканалы, которые занимаются с преступной деятельностью. На сегодняшний день, как я выше подчеркнул, более 1818 каналов, наркошопов, наркоботов было заблокировано. Там принимали участие 615 лиц, которые были зарегистрированы и находились в этом канале. На сегодняшний день мы изучаем международный опыт, проводим совместные мероприятия не только shuning uchun huquqni muhofaza qiluvchi idoralar axborot bersa biz faqat o'shani yoritamiz degan fikrlar bilan ishlashni davri o'tdi deb o'ylayman. Biz to'g'ri har kuni ishlanayotgan holatlarni lavhalar qilamiz. Deyarli har kuni telekanaldagi hamma joyga ijtimoiy tarmoqlarga tarqatyapmiz, lekin obratga deymiz, jurnalistlar tomonidan bizga keladigan axborot olishga doir so'rovlar aytganmiz. Ya'ni birgalikda keyslar tayyorlaylik, birgalikda materialni qilaylik desangizlar, biz har doim tayyormiz. Shuning uchun bugungi matbuot anjumanida o'zgartirib turibman, ko'plab jurnalistlar hali tugamasdan turibman, chiqib ketishyapti. Bu masala juda ham og'riqli. Ayniqsa zakladchiklar bilan bog'liq holatlarni ko'ryapmiz. Podyezdlarni nafaqat podyezga kirishdagi skameykani tagiga, podyezd ichidagi zinani ushlashini tagiga, hattoki elektroshtni ichigacha, ya'ni uyimizni ostonasigacha keldi o'rtoqlik giyohvandlik vositalari. Lekin biz hali ham biz bilan sodir bo'lmaydi, meni farzandim bilan sodir bo'lmaydi degan fikrda g'aflatda qolmaylik degan iltimosdaman. Shuning uchun faqat huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga mas'uliyat yuklamasdan jamoatchilik agar ular o'zi silkinib uyg'onsa, men o'ylaymanki birgalikda katta natijalarga erishsak bo'ladi. Hammaga kelayotgan bayramdan tabriklaymiz va menimcha ertaga bo'lib o'tadigan asosiy o'sha sobiq interkontinental, ya'ni Azimut mehmonxonasi bo'lib o'tadigan tadbirda sizlarga bugungidan ham ko'proq ma'lumotlar beriladi. Bu yerda o'sha qancha chet el fuqarolari, qancha O'zbekiston fuqarolari sotilayotgani va hokazo tadbirlar bo'ladi va bevosita o'tganda ushlab qolingan giyohvandlik vositalarini yoqish tadbirlarini onlayn kuzatishlari mumkin. Va bu yil eng katta yangiliklardan bittasi, hozir men tashkilotchilardan izn so'ramasdan turib e'lon qilyapman, narkotiklarga qarshi kurash fidoyisi ko'krak nishoni ta'sis etildi. Ayni daqiqalarda Jahon bojxona tashkilotida O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasining raisi Belgiyada bo'lib turibdi va mana shu narkotiklarga qarshi kurash fidoyisi ko'krak nishoni birinchilardan bo'lib Jahon bojxona tashkiloti bosh kotibi Yan Sandersga bugun ayni daqiqalarda topshirilganini ma'lum qilaman. Rahmat etmoqchi. Qo'shimcha hisobladim, qo'shimcha. O'zbekiston mana aytib o'tdingiz, jamoatchilik nazorati mahalla. Men aynan qaysi masalada gapirayotganimni esladingiz, to'g'rimi? Tushundim. Nima Rossiyada zakladka masalasi. Tushundim. Birinchi o'rinda migratsiya agentligining asosiy vazifasi bu fuqarolarimizni tashkillashtirilgan qonuniy tartibda migratsiyaga chiqishlarini ta'minlash, ya'ni yakka tartibda emas, balki tashkillashtirilgan tartibda. Lekin bu inson huquqlari, bu konstitutsiyamizda ham bor. Yakka tartibda ham xorijga chiqib ishlash hech qanaqa taqiqlanmagan. Lekin tashkillashtirilgan tartibdagi mehnat migratsiyasini yakka tartibdagi mehnat migratsiyasiga ko'ra afzalliklar juda ham ko'p. Bu birinchi o'rinda ularning huquqlari har tomonlama himoya qilinadi va qaysi fuqaro qayerda ekanligi to'g'risida axborot ma'lum bo'ladi bizda. Bu bir. Ikkinchidan, ularni tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasini rag'batlantiriladi. Aniq ish o'rinlari, tibbiy sug'urtalari borgan davlatlaridagi o'sha ish patent olishlari barchasi ish beruvchi tomonidan yoki migratsiya agentligi tomonidan tashkillashtirib beriladi, o'zlariga tashlab qo'yilmaydi. Endi siz aytib o'tayotgan o'sha Rossiyada ish degan har xil Telegramdagi yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi e'lonlarga biz faqatgina qarshi targ'ibot qila olishimiz mumkin. Sen u ishga borma, bu ish yolg'on degan ma'nodagi profilaktik targ'ibotlar albatta bo'lgan. Bu nafaqat migratsiya agentligida, balki hududiy migratsiya agentliklarining ijtimoiy tarmoqlarida keng tartibda targ'ibotlar bo'lgan. Bundan tashqari migratsiya agentligi faqat ijtimoiy tarmoq bilan chegaralanib qolmasdan aynan vokzallarda va aeroportlarda
katta led ekranlarda narkotikga qarshi kurash borasidagi videoroliklarni va qaysi takliflar bu yolg'on taklif ekanligini va takliflardagi qaysi belgilar aynan sizni narkojinoyatlarga boshlayotganlik haqidagi belgilarni led ekranlarda doimo qo'yib boriladi. Sizlarga murojaatlar keladimi? Murojaatlar statistikasi bormi? Qanaqa murojaat? Aynan Aytaylik, qanaqadir Rossiyaga ketmoqchi bo'lgan shaxslar sizga murojaat qilishi mumkin yoki Rossiyaga borishga aloqalaringiz bo'lib turib, jabrlanib sizlarga murojaat qilish shunaqa statistika. murojaat qilishadi. Endi aniq statistikani raqamda ayta olmayman, lekin murojaatlar albatta bo'ladi. Faqat bitta achinarli tomoniki ulushi unchalik ko'p emas, 3-4% narkojinoyat bilan bog'liq. Bizni umumiy ishlayotganlarning orasida, lekin bitta narsa bor, migratsiya agentligi xorijda ishlab yurgan fuqarolarimizni mehnat huquqlari bilan bog'liq huquqlarini himoya qiladi va jabr ko'rganlarni $3,5 advokatlik yordamlarini bergan holatda himoyasini ostiga oladi. Lekin jinoyat bilan bog'liq holatlarda afsuski bilasiz, har bir davlat o'zini qonunchiligi bilan qaror chiqaradi. Sizning familiyangiz? Gulruh To'layev, migratsiya agentligi matbuot rahbari, matbuot xizmati. Siz bilan biz tanish. O'zi bunaqa narsalar sintetikami? O'sha sintetikaning ichiga kirib ketadigan narsami? Hozirgi kunda va sintetikani mana bu tabiiy narkotiklar borki, ulardan farqi haqida ozgina farqlab bering. Hozirgi kunda oldin biz bilamizki, klassik giyohvandlik deyiladi. O'sha tabiiy giyohvand vositalar bilan qaramlik ko'p bo'lgan. Hozirgi kunda sintetik giyohvand dori vositalari va kuchli ta'sir etuvchi psixotrop, o'sha psixofaol moddalar qaramligi ko'payyapti. Bu nima degani? Sintetik giyohvand dori vositalari asosan stimulyatorlarga kiradi. Psixostimulyator bo'lganligi uchun bular klassikdan farqli ravishda aktivlik beradi. Xuddi bir g'ayrat oshib ketganday, kuchli bo'lib ketganday ma'lum bir vaqt davomida. Ana shuni hisobiga ko'p ota-onalarimiz adashib qolyapti. Oldingi banga deganda xuddi bir dovdirab yurish, uyqusirab yurish yoki venalarni bir qanaqadir ignalarni ko'rish yo'q. Hozir mana turlari, nomlari shunchalik ko'pki, ularni kimdir hidlaydi, kimdir chaynashi mumkin, kimdir yeyishi mumkin. To'g'rimi? Ya'ni aytmoqchimanki, ne обязательно qo'lida qanaqadir iz topishingiz. Undan ko'ra ularni o'sha xulqiga, ularni birdaniga kayfiyatini o'zgarib qolishiga, ularni birdaniga yo uyqusizlik yoki uyquning ko'payib ketishi, yoki ishtahaning yo'ib ketishi yoki ishtahaning oshib ketishi va mana shu kabi bir oddiy, xuddi kabi oddiyga o'xshaydi, to'g'rimi? Mana shu belgilardan ko'proq fahmlash kerak. Undan tashqari juda ham yolg'onchi bo'lib qolyapti. O'shandan ham bilsa bo'ladi. Va'dalarni ko'p beradi. U va'daligicha qolib ketadi. Yoki bir qiziqishi bo'ladi, masalan, futbolga qiziqadi yoki o'qishi yaxshi edi. Ko'ryapsiz, na u qiziqish bor, na o'sha aytayotgan hozirgi hobbilarini yo'qolib borashi, to'g'rimi? Yoki keyinchalikka endi bu og'irlashish belgilaridan biri puli qolishi, to'g'rimi? Ma'lum bir janjallarga sabab bo'lishi yoki mobil telefonlarga, gadjetlarga bog'lanib qolishi, masalan, bir qariydi, Telegram'ga ochadi, kayfiyati o'zgarib qoladi. Qayergadir borgisi kelib qoladi, chipirlab qoladi, to'g'rimi? Unda qarasangiz, bularni bilsa bo'ladi-ku. Mana shunaqa belgilar qilish kerak bo'ladi. Bunaqa narsalar O'zbekiston bozorida sotilish darajasi qanaqa? Masalan, mana shunaqa tanishlarim bor. Ular просто tak borishadi, olib kelishadi. Qayerdandir olib kelishadi, bilmayman. O'zi shunaqa qaysidir darajadagisi bor, ular erkin sotiladi. Qaysidir darajasidagi bor, ularga taqiq qo'yilgan. Shunaqa narsa bormi o'zi? Yo'q, bu giyohvand dori vositalarining erkini ham yo'q. Bello degan narsalar, balki siz bilarsiz bu narsani. Bularga sotilishiga erkinlik berilganmi? Yo'q, hech mana sintetik bo'ladimi, giyohvand dori vositalariga kirgan, kuchli ta'sir etuvchi psixofaol moddalarga kirganlari birontasida erkinlik ham yo'q. Barchasi taqiqlangan, guruh ro'yxatga kiritilganlar bular va siz aytayotgan bemalol va bemalol emas degani bu qonuniy emas yoki taqiqlanmagan ma'nosida emas. Bu hozir bilasiz, bularni tarqalishi ham, sotib olishi ham asosan ko'proq o'sha ijtimoiy tarmoq bilan bog'liq bo'lganligi uchun o'sha zakladka tizimi, o'shani hisobiga juda ham qiyin uni oldini olish. Ya'ni o'sha Telegram botga qaysidirga kirib olib,
antka tashlab ketdi desa, siz uyingizga ham oldiga ham tashlab ketishi mumkin, boryapti, olyapti. Shu ma'noda bu oson qiyinligi nazarda tutilyapti. Barchasi taqiqlangan yoki ma'lum bir psixotrop dori vositalar dorixonadan olinayotganda ma'lum bir retseptlar so'raladi, to'g'rimi? Uni agar noqonuniy muomalasi bilan shug'ullanayotgan bo'lsa-da, bir aptekaga kirsa, u bir vijdonini sotgan odam shunda boradi, beryapti, olyapti, to'g'rimi? Hech narsa so'ramayapti ham. U chunki ma'lum bir kasallikka davosiga turadi o'sha aptekada. Lekin ma'lum bir shifokorning tavsiyasiga asosan retsept bilan beriladi. Uni shunda bez retsept noqonuniy vijdonini sotib berayotgani bu bemalol degani emas. Mana shunaqa o'zini tartib qoidani buzib beryapti-da. Bu yoqda ham buzyapti, u yoqda ijtimoiy tarmoq yoki boshqa bir usullar bilan olyapti. Shuni nazarda tutib, haligi oson yoki oson emas degan ma'noda gapiryapsiz-da. Hammasiga taqiq bor. Hammasini tartib qoidasi bor. Olish va qanday ishlatish mumkinligi haqida. Siz familiya bilan Zarifjon Ashur, Sog'liqni saqlash vazirligi bosh narkologi, ruhiy salomatlik markazi direktori. Katta rahmat. Sog' bo'ling.